Nilufar Usmonova kimga turmushga chiqayotganini barchaga ochiq aytdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Nilufar Usmonova turmush qurish bo'yicha keladigan takliflarga qanday munosabatda bo'lishi haqida gapirdi. Xonandaning aytishicha, hayotida turli xil takliflar ko'p bo'ladi va u bunday vaziyatlarda avvalo insonning e'tibori hamda muhabbatini qadrlashga harakat qiladi. Rahmat qabul qildim deyman, chunki bir insonning e'tibori muhabbatini yerga tushirishga haqqim yo'q, deydi u. Xonanda ta'kidlashicha, ayrimlar uning ajrashganini eslatib, turmush qurishni taklif qilsa, boshqalar turmush qurmasdan birga yashash kabi variantlarni ham aytadi. Har xil variantlar ko'p, lekin men o'zimning hayotimda juda baxtliman, degan Nilufar Usmonova bu borada o'z tanloviga sodiq ekanini bildirdi. U shunday hayotidagi yaqin insonlar uchun ham doim duo qilishini aytib, Allohim bevaqt o'lim berma deb ko'p duo qilaman. Hayotimda kim bo'lsa shu insonning umrini ziyoda qilgin deb duo qilib turaman, deydi. Nilufar Usmonova baxtni vaqtni yaqinlari bilan o'tkazishda bir-biriga bo'lgan e'tibor va mehrda ko'rishni qo'shimcha qildi. U omma orasida yulduzning qizi deya e'tirof etilishiga ham munosabat bildirib, bu borada onasining pand-nasihatini esladi. Oyim aytadi, agar mening obro'yimga kibrlanayotgan bo'lsang, joyingni ko'rsataman, degan gaplari bor, deydi xonanda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.